O'zbekistonda dahshatli falokat sodir bo'ldi. Mudhish fojianing xabarlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video rolgimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etishda davom etamiz. Toshkentda dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi hamda yana bir qurbon borligi aytilmoqda. Huquq-tartibot idoralari xodimlari jinoyat ishi qo'zg'atishdi. 29-aprel kuni Hyundai avtomobili hamda Kawasaki avtomobili haydovchisi bilan to'qnashib ketdi. Oqibatda haydovchi voqea joyida vafot etdi deb xabar bermoqda Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 29-aprel kuni Yunusobod tumanidagi kichik halqa yo'lida sodir bo'lgan. 31 yoshli Hyundai avtomobili haydovchisi 39 yoshli erkak boshqaruvidagi Kawasaki avtomobili bilan to'qnashib ketdi. Hodisa oqibatida mototsikl haydovchisi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha tergov boshlagan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda deyiladi xabarlarda. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu holatning videolari keng tarqaldi hamda ko'plab ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining mulohazalariga sabab bo'lmoqda. Kimlardir mototsikldan noqonuniy foydalanish oqibatida deyilsa, yana kimdir mashina haydovchisini aybdor deya sanamoqda.